Assalomu alaykum chorvash qozlari. Yaxshimisizlar? Hammanglarni chorvalar sog' salomatmi? Hozirgi kunda bitta palakat kasallik tarqaldi. Oqsil deydi, kimdirlar yashur deydi, yana kimdirlar gribok deyapti. O'sha qo'ylarni, mollarni oyog'ida bo'pti. Bizani ham bir haftadan beri qo'ylarimizni juda qiynashyapti-da. O'shaning uchun har xil davosini qilib ko'rdik. Yaxshi effekt beradiganini sizlarga ham maslahat, sizlarga ham tavsiya qilamiz. Mana bu oddiy aroq. Buni o'sha 2 litrli baklashkani kesib olasizlar-da, ichiga quyib olib, oddiy eng arzoni arog'i. Oyog'ini botirasizlar, o'sha 4 oyog'ini botirib, mana undan keyin mana bunaqa Oximax degan sprey ekan. Ani Dizi spreylarni ham ishlatib ko'rdik, ular yaxshi effekt bermadi. Bu hech qanaqa reklama emas. Manfaatli video bo'lsa bo'ldi. Undan keyin mana bu antibiotik nomini ham bilmayman, mana operator yaqinroq keling. Mana shu yaxshi ishlayapti. Mana o'sha Azithromycin, Penstrip Turist hammasini ishlatib ko'rdik. Eng yaxshi ishlayotgani shu. 20-25 ming aptekada, vet aptekada turadi. Undan keyin mana bu analgin, обязательно analgin qilinglar. Sababi temperaturasi ko'tariladi. Juda ham qiynalyapti. O'shaning uchun shu narsani sizlarga tavsiya qilamiz. Ha, yana bitta maslahat o'rnida aytib o'tib ketaman. Dezinfeksiyaga oddiygina dizel, ya'ni solyarka deydi xalq tilida. O'shani olasizlar, o'sha baklashkani qopqog'ini 4-5 ta joydan teshib, o'sha molxonalarga, qo'yxonalarga polni sevib tashlaysizlar. Hammanglarni chorvalarga Alloh barakat bersin. Rahmat, bitta like bosib qo'yasizlar.